Sandra, arabangizda qanaqa magnitola bor? Magnitola? Buni ko'rganim yo'q, Kevin. Meni dadamning mashinasida esa dahshat stereo bor. Otangning stereosi shunchalik yomonmi? Yo'q, men buni nazarda tutmagandim. Unda otangning stereosi dahshatli ekanda. Yaxshi ekan. Sizlarning espas tirik itilardan yaxshiroq. Dada, Kevinning yangi robot itini ko'rdingizmi? Ha, yoqimtoy ekan. Yoqimtoy, u sizni Shandro arabangizdan qimmatroq turadi. Endi-chi? Meni robot itdim. Zo'ra, to'g'rimi? Ikkita shohona kravat, shinam oshxona, bug'li dush, sun'iy yo'ldoshli televideniye. Nega doim jig'imga tegasan? Qarab tur, bir nochimni olaman. Michael Newman, sigara chekishingizni bilmagandim. Ana, ayni vaqtda. Yo'q, Keti, bu meniki emas. Buni Kevindan so'rab oldim. Parovozdek tutatayotgan ekan. Yo'q, yolg'on. Marixuana hidi kelayotganga o'xshaydi. Kevin O'Doyle, tez uyga kir.